Assalomu alaykum parandash qozlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, shu 10-15 kun ichida bizdan faqat indiyskiy o'rdak so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'lishdi. Nimagaki biz bir oycha oldin indiyskiy o'rdak jo'jalar qo'ygandik. Ular juda ham qisqa vaqt ichida sotilib ketdi. Hozir mana yana bitta chiroyli oilasini topib qo'ydik. Soniga keladigan bo'lsak, soni 85 dona, 75 ta makiyon, hop 10 ta xo'rozi bor. Makiyonlar hammasi tuxumda, turkiy ham bo'lay ochibdi. Hop, bular narx-navolarini hozir aytib o'tib ketaman do'stlar. Do'stlar, bular bitta joyga sotiladi. 10 ta, 15 ta donalab sotilmas ekan, hattoki yarmini ham sotolmayman deyishdi. Nimagaki akamizni ishlari ko'p ekan, ishlari ko'p bo'lib, bularga qaragani vaqtim bo'lmay qolyapti. Endi bu qo'lga qaragan narsa deyishdi. O'shancha kimdir olib foydalangani yaxshi deyishdi. O'zi bu sezonda tuxumga hali olib kelib olguncha ham odam ancha rasxod qilib qo'yadi. O'shaning uchun do'stlar, ulgurib qolinglar. Tayyor tuxumlab turgan, tayyor hozir olasizlar. Misol, o'rtacha misol 75 ta makiyondan 15 tadan ochirsalaringlar, bu 1000 tadan oshiqroq jo'ja chiqadi degani. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Namangan shaharda do'stlar. Namangan shahar Go'zal avtokolonna yonida ekan arentarimiz do'stlar. Tezroq aloqaga chiqamiz. Narxlari juda ham qulay narxda. Hammasini bir joyga 140 ming so'mdan baho qo'yildi do'stlar. Erkagi yu makiyoni. Misol erkagini o'zi hozirgi vaqtda kuzatgan bo'lsalaring 250 minggacha sotilyapti, 200 mingdan 250 minggacha sotishyapti. Bu yerda sizga erkagi ham pashti makiyonni narxida ketyapti. Faqat do'stlar bir joyga sotiladi. Misol donalab so'rab, bir-birimiz vaqtimizni olmaganimiz yaxshi, ochiq oydan aytib qo'yilyapti bu narsa. Mana agar joy qilib, mana shunaqangi indiyskiy o'rdak qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar do'stlaringga, yaqinlaringga. Agar videomiz manfaatli, foydasi tegib turgan bo'lsa kimdirlarga do'stlar, bittadan like bilan kommentariy yozib ketsalar ham xursand bo'laman. Kanalga podpiska qilib qo'yinglar. Do'stlar, agar kimdadir shunaqangi parranda sotish yoki boshqa narsadan muammo bo'lib turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib reklama xizmatlarimiz ham bor. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sotib berishga harakat qilamiz. Kanalni kuzatishda davom etinglar, sog' omon bo'linglar.